رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. Qur'onda ko'plab shaxsiyatlar tilga olinadi. Ulardan ba'zilari haqida batafsil so'zlangan, ba'zilar haqida esa uncha ko'p emas. Muso alayhisalom qavmidan bo'lgan mana shunday shaxslardan biri Qorun edi. Men Qorun haqida ilgari ham gapirganman, ammo ushbu oyatlarni qayta o'qigach tushundimki, biz chiqarishimiz kerak bo'lgan saboqlar va ulardan o'zim manfaat topishim hamda sizga eslatishim uchun belgilab qo'yilishi kerak bo'lgan nuqtalar hali ko'p ekan. Axir Alloh taolo eslating, zero eslatmalar mu'minlarga manfaat yetkazur deydi. Shuning uchun birinchi navbatda o'zim manfaat topishni, qolaversa Allohning izni bilan sizlarga ham manfaat keltirishni niyat qildim. Ushbu eslatmalar seriyasida men diqqatingizni Qorun qissasiga qaratmoqchiman. Bugun sizlarga u haqda ba'zi narsalarni aytib beraman. Shundan so'ng inshaalloh bir necha hafta davomida uning qissasidan qanday saboqlar chiqarishimiz mumkinligi haqida so'zlashamiz. Bu haqda bilishingiz kerak bo'lgan eng birinchi narsa bu uning Muso alayhisalom bilan bog'liqligidir. Ya'ni u Bani Isroil qavmidan bo'lgan. Ko'plab olimlar uni Muso alayhisalomning amakivachchasi yoki uzoq qarindoshi deb hisoblaydi. O'sha payt isroilliklar asirlikda yashardi. Isroil qavmi Misrda qul bo'lib, Fir'avn hukmronligi ostida edi. Modomiki isroilliklar o'sha vaqt musulmonlari ko'p bo'lsa-da, ular gettolarda yashar, barchasi bir joyda yig'ilgan holda bo'lishi uchun ularni lagerlar, o'sha gettolarda saqlashardi. Shunda ularni boshqarish oson bo'lardi. Ular o'z lagerlari yoki gettolardan chiqishi mumkin bo'lgan yagona vaqt bu ularning katta shaharga ishlash uchun borishi bo'lgan. So'ngra ular yana gettoga qaytish kerak bo'lardi. Ular juda ko'p bo'lgani va tobora ko'payib borayotgani uchun isroilliklar birlashishni boshlashi mumkin degan hadik paydo bo'la boshladi. Ehtimol ular o'z hojalariga qarshi bosh ko'tarib qolar. Bir xalqni qancha muddat qullikda ushlab turilmasin, ertami kech ular birlashib erkinlik uchun kurasha boshlaydi. Shu tufayli ularni nazorat ostida ushlash maqsadida Fir'avn isroilliklar orasidan ba'zi odamlarni yolladi. Ular o'z xalqi ustidan sotqinlik qilishi uchun Fir'avn ularga pul to'lab turishga qaror qildi. Tushunyapsizmi? Barcha isroilliklar qul hisoblangan. Barchasi dahshatli yo'qsillikda yashar, uchma-uch kun kechirardi. Ammo shu bilan birga Qorunning katta boyligi bor edi. Alloh aytadi: "Albatta Qorun Muso qavmidan bo'lib, ularga takabburlik qildi." Qasas surasi 76-oyatdan. Ya'ni u ham boshqa isroilliklar orasidagi qullardan biri bo'lgan, biroq u ularga takabburlik qilgan. Ya'ni gap shundaki, u misrliklar foydasiga isroilliklar ustidan quloqlik qilgan. U har qanday noroziliklarni vaqtida aniqlashi uchun Fir'avnga kim nima bilan shug'ullanayotganini yetkazib turardi. Hozir kuzatuv kameralari paydo bo'ldi. O'sha paytlar esa ba'zi odamlar kuzatuv kameralari rolini bajarardi. Bugun ham ko'plab diktator rejimlarda mana shunday amaliyot mavjud. U yoki bu guruh ustidan ayg'oqchilik qiladigan maxsus tayyorlangan va tayinlangan odamlar bor. Musulmon jamiyat ham istisno emas. Ayniqsa AQShda, dunyoning boshqa qismlarida ham, masjidlar va shunga o'xshagan joylarda joylashtirilib, bizni muntazam kuzatadigan va shubhali shaxslarni aniqlaydigan odamlar bor. Esimda, ko'p yillar avval bir qiziq voqea ro'y bergan. Bu 11-sentyabrdan 4 yil o'tib kuzatilgan. Men Nyu-Yorkdagi masjidda edim va biz namoz o'qiyotgandik. Yonimda namoz o'qiyotgan yigit rukuga borganida uning cho'ntagidan maxsus xizmatlar xodimlarining guvohnomasi tushib qoldi. Sajdaga borgan paytimda men periferik ko'rish orqali uni ko'rib qoldim. Afsuski, men o'zimni tutib tura olmadim. Namozimni buzib qo'ydim. Polga qararkanman, 3 ta tanish harf deb o'yladim. Sajdadan turganimizda guvohnoma cho'ntakka qaytdi. U vaziyatni o'nglash uchun sajdadan foydalanib qoldi. Namozni tugatgach, u menga qarab, "Tashvishlanma, birodar. Men hali sen haqingda hech narsa demadim" dedi. Ya'ni u nima bilan shug'ullanishini ochiq aytdi. Demak, mana shunday ishlar bor. Ma'lum strukturalarga xizmat qiladigan odamlar mavjud. Ularni ma'lum masjidlarga, ma'lum jamoalarga biriktirishadi. Sizlar vahimaga tushib qolishingizni istamayman. Yashiradigan narsamiz yo'q. Jiddiy aytayapman, umuman yashiradigan narsamiz yo'q. Shuning uchun hech qisi yo'q. Kuzataversin. Xullas, Qorun oldida mana shunday vazifa turardi. Misr hukumati unga yaxshi pul to'lagan. Fir'avn o'sha ish uchun unga katta pul to'lardi. Natijada qolganlar barchasi getto yoki baraklarda yashaydigan bo'ldi. Qorunning esa butun boshli saroyi bor edi. Ba'zi odamlarning hatto kiyimi ham yo'q edi. Qorun esa otlari, xizmatkorlari, mulozimlarga ega edi. U yasanib aylanganida hamma "Va, uni qaranglar, u juda boy" deb hayratlanardi. U oddiy odamlar orasida shunchalik kuchli ajralib turardi. Bizda Texasda ham shunday holatni kuzatish mumkin. Men avval yashagan Nyu-Yorkda bunday holat kuzatilmasdi, ammo Texasda siz eskirib ketgan, yaroqsiz holga kelib qolgan kulbalarga to'la tumanlarni ko'rishingiz mumkin.
Birovlarni buzib tashlab o'rniga katta uy qurmoqchi bo'ladi va natijada biz odatda ko'rib yurgan 70-80 minglik uylar orasida birdamda katta saroy bino bo'ladi va boshqalar orasida otning qashqasidek ajralib qoladi. Qorun ham mana shunday edi. U o'z qavmdoshlarini tutib bergani uchun mana shunday katta boylik egasiga aylangandi. So'ngra Alloh Qorunning boyligi shu qadar ko'pligidan odam yollashga to'g'ri kelganini aytadi. Uning ko'plab saqlash joylari bor edi. Bitta katta seyf emas, balki ko'plab omborlari, xazinalari bo'lgan. Ularning eshiklari shu qadar katta ediki, xazina eshiklari qulfini boshqara olish uchun Qorun kuchli erkaklarni yollashga to'g'ri kelardi. Qorun o'z boyligini ko'rgisi kelganida ular eshiklarini ochishardi. Alloh aytadi, unga kalitlari bir guruh quvvatlilarga ham og'irlik qiladigan xazinalarni bergan edik. Ular uning xazinalari kalitlarini katta qiyinchilik bilan ko'tarib yurardi. Mana bu Qur'onda qanday tasvirlangan. Ammo biz bilishimiz lozim bo'lgan narsa nafaqat Qorunning sotqin va shpionligi, balki Alloh uning qissasi orqali bizga nimani o'rgatishi hamdir. Men sizlarni adashtirmoqchi emasman. Bu xutbalar sotqinlarga bag'ishlangan emas. Xutbalar bebaho va vijdonli odamlarning Qorunga bergan tavsiyalarga bag'ishlangan. Ular unga bir nechta maslahat bergan. Alloh bu tavsiyalarni shu qadar munosib va universal ko'rdiki, ularni oxiratga qadar qayta-qayta o'qishimizni istadi. Bu ushbu maslahatlar hamisha dolzarb bo'lib qolishini bildiradi. Bu faqat Qorunninggina qissasi emas, balki Qorunga o'xshaganlar haqidagi qissadir. Gap uning Fir'avnga xizmat qilganida ham emas, balki uning miyasidagi holatlar haqida. Nega u shunday bo'lgan? Nimaga u o'zini mana shunday tutgan? Odamlar unga anchayin g'alati maslahatlar bergan. Ular bergan birinchi tavsiya quyidagicha edi. Hovliqma, albatta Alloh hovliqqanlarni suymas. Qasos surasi 76-oyatda. Bu gaplarni unga yaxshilik istovchi qavmdoshlari aytgandi. Ba'zida quyidagicha tarjimalarni ham uchratib qolishimiz mumkin. Quvonma, Alloh quvonganlarni suymas. Bu juda g'alati eshitiladi, shunday emasmi? Kimdir xursand bo'layotganini, quvonayotganini ko'rsak, biz unga shunaqa deyishimiz kerakmi? Quvonma, Alloh quvonganlarni suymas. Aslida bu oyatni noto'g'ri tushunishdan kelib chiqqan. Shuning uchun keling eng avvalo ta'riha so'zi nimani anglatishini ko'rib chiqsak. Tarhan so'zi arab tilida haddan ziyod xursand bo'lib kulishni yoki haddan ziyod qo'zg'alib hovliqishni anglatadi. Mazmun shundaki, odamlarning puli ko'payganida ularning hayoti u ko'ngilxushlikdan bunisiga, bunisidan boshqasiga, keyin yana boshqasiga o'tib to'liq ko'ngilxushliklardan iborat bo'lib qoladi. Bugun plyajga, ertaga to'yga, kechqurun bazm, 2 kundan so'ng yangi film, undan keyin konsert va hokazo. Har safar ular shunday holga tushadi. Zo'r bo'ldi, bunaqasi bo'lmagan, qoyil qilishdi. Latafroh so'zining ma'nosi aynan mana shu. Hovliqma. Ya'ni ular unga butun hayoting faqat o'yin, kulgi va ko'ngilxushlikdan iborat dedi. Shunday odamlar bor. Hayoti bir bazm bilan boshqa bazm, bir ziyofat bilan boshqa bir bazm orasida o'tadi. Ular orada hatto tanaffus qilib nafas rostlay olmaydi. Ular bir ko'ngilxushlikdan boshqasiga o'tadi. Ba'zi odamlar uchun bu film va seriallar, ba'zilar uchun esa bu sport tadbirlari. Ular u yoki bu klubning fanatlari hisoblanadi. Natijada ko'ngilxushliklar ketidan quvish ular uchun hayot mazmuniga aylanib va hatto bo'sh vaqtini ham ular navbatdagi bazm va keyingi adrenalin dozasini kutish bilan o'tkazadi. Ularning unga bergan birinchi maslahati shuki, hayot ushbu ko'ngilxushliklardan ortiqroq. Barchasi bir xilligini tushunishingiz uchun nechta to'yga borishingiz kerak. O'sha liboslar, fotosessiyalar, taomlar, qalashtirib tashlangan dasturxonlar, hammasi o'sha to'ydan to'yga bir xil. Hatto orqa fondagi hech kim quloq solmaydigan, e'tiborsizlik bilan gapirib o'tirilaveradigan yoki shunchaki kimningdir raqsiga termilib o'tirilaveradigan o'sha nojoiz musiqa ham o'sha bema'ni suhbatlar, bukkuncha yeyilganidan hosil bo'lgan o'sha jig'ildon qaynashlari, har bir to'y shu. Siz esa qanchalar baxtli ekaningizni, qanchalar chiroyliligingizni ko'rsatish uchun suratlar joylaysiz. Bu yolg'on ekanini esa hamma biladi. O'sha suratni joylashdan avval qancha muddat uni to'g'irladingiz? Odamlar kelin-kuyov bilan birinchi bo'lib suratga tushib olish yoki bazmga birinchi bo'lib kirish uchun bir-biri bilan musobaqalashadi. Nima uchun? Selfie tushib, hammaga qanchalar zo'r ekaningizni ko'rsatib qo'yish, keyin esa real hayotda qanchalar baxtsiz ekaningizga qaramay, naqadar baxtiyorligingiz haqida post yozish uchunmi? Siz muvaffaqiyatli odam rolini o'ynashingizga to'g'ri kelyapti. Shu tariqa sizning qanchalar baxtliligingiz, qanchalar muvaffaqiyatligingiz va hayotingiz qanchalar rang-barangligini, ko'rinishingiz qanchalar zo'rligini, o'zingiz yaratgan ushbu fasadni ko'z-ko'z qilish g'oyasida hech qanday ma'no yo'q. Nima uchun siz odamlarga qanchalar boyligingizni, qanchalar go'zalligingizni, qancha narsangiz borligini ko'z-ko'z qilmoqdasiz?
Keyinroq Qorun qavmi oldiga barcha zeb-ziynatlari bilan chiqqani keltiriladi. U oddiy odamlarda taassurot uyg'otmoqchi edi. U hashamatli ot ustida mulozimlari bilan edi. U go'yoki odamlarga qanchalar boyligimni, qanchalar ulug'vor va chiroyliligimni, qanday yashayotganimni ko'ring deyotgandek edi. Bilasizmi nima? Ummatimiz hozir shunday Qorunlarga to'lib ketdi. Ularning butun hayot mazmuni qandaydir chiroyli joyga borish, biror qimmat narsa xarid qilish va uning oldida selfie tushib tarmoqqa joylashdan iborat bo'lib qoldi. Toki uning qanchalar zo'rligini hamma ko'rib qo'ysin. Odamlar qarshisiga zeb-ziynatlari bilan chiqsin. Odamlar uni ko'rganida nima deydi? Unda boriga ega bo'lsam edi. Uni boyligiga qara, ko'rinishini qaragina, mashinasi zo'r. Ya Alloh, u shunchalar baxtliki, uning o'rnida bo'lishni qanchalar xohlardim-a? Mana shunday qilib, ular kun bo'yi boshqalar hayotini kuzatgancha Instagram lentasini varaqlaydi. Agar hayotida biror yangilik yoki yoqimli hodisa yuz bersa, boshqalar ularga qoyil qolib, havas qilishi uchun darhol uni tarmoqqa joylaydi. Mana men qanday Qorunlar haqida gapiryapman. Mana nimaga biz Qorun haqida gaplashyapmiz? Chunki unga o'xshagan odamlarni deb boshqa odamlarni o'sha soxtalik yutib ketyapti. Ularning butun hayoti shu tariqa o'tib ketmoqda. Alloh odamni faqatgina ko'ngil xushlik qilishi uchun yaratib, uni yerga joylamadi. U bizlarni bu yerga bir bazmdan boshqasiga qadar hayot kechirishimiz, bu hayotning asl maqsadini va bu yerda nimalar qilishimiz kerakligini unutib, orzu-havas ichida yashashimiz uchun tushirmadi. Iltimos, to'g'ri tushuning. Ularda umuman boshqa ma'no bor. Aslida bir ko'ngil xushlikdan boshqasiga o'tib hayot kechiradigan odamlar shunchaki o'z tashvishidan qochishga urinadi. Ular hech qaysi ko'ngil xushlik ularning tashvishini aritmasligini anglamaydi. Shuning uchun ular u ko'ngil xushlikdan bunisiga o'tsa-da, ichida bo'shliq qolib ketaveradi. Faqat mana shu bir necha soatlik xursandchilik davomida ular hamma narsani unutgandek bo'ladi. Ular o'z atrofiga go'zallik va hashamatni jamlaydi. Ular hech bo'lmasa vaqtincha o'z rasvo hayotini, yuziga tik qarashni istamaydigan o'sha hayotni unutish uchun o'zini ko'ngil xushliklar qurshoviga otadi. Tushunyapsizmi? Mana shunday odamga aylanib qolmang. O'zim shunday bo'lib qolmasligim uchun men Allohga iltijo qilaman va buni boshqa hech kimga ham tilamayman. Mana ular Qorunga qanday maslahat berdi. Uning qavmidan ba'zilar aslida unga nima bo'layotganini tushunardi. Ular unga go'yoki, "Ha, seni ko'p narsang bor, hashamatga g'arq bo'lgansan, ammo aslida nimang bor?" der edi. Bilasizmi, bu juda hayratlanarli. Hamma qoyil qoladigan, taqlid qiladigan boy, muvaffaqiyatli, taniqli, chiroyli odamlar qanchalar ko'p. Qay biri Gollivud filmlarida chiqadi, qay biri musiqiy ko'ngilochar sohada faoliyat yuritadi. Ammo ko'pchiligi qalban juda baxtsiz. Ulardan qanchasi o'z joniga qasd qilishini bilasizmi? Bu juda ham hayron qoldiradigan statistika. Siz ularga chetdan qarab, ularning orzu qilish mumkin bo'lgan hamma narsasi bor deb o'ylaysiz, ammo ko'rinib turibdiki, bu hashamat, bu mashhurlik ularning qalbidagi bo'shliqni to'ldira olmaydi va bu ularni o'z joniga qasd qilishgacha olib boradi. Ancha oldin men kollejda o'qirdim. Va hatto o'sha paytdayoq men bir statistikadan qattiq hayratga tushgandim. 90-yillarda Kaliforniyadagi Orange okrugida o'z joniga qasd qilishlar haqidagi statistika e'lon qilingan edi. Bu mamlakatdagi eng boy okruglardan biri. U yerda o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichi ham eng yuqori bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? Mamlakatdagi eng boy okrugda o'z joniga qasd qilish statistikasi eng yuqori edi. Subhanalloh. Soxta baxt ortidan quvishning oqibati mana shu. Ichingizdagi bo'shliq kattalashib boraveradi va uni hech narsa to'ldira olmaydi. Alloh davom etib aytadi, bu endi ikkinchi nasihat. Birinchisi quyidagicha edi. Bir ko'ngil xushlikdan boshqasiga o'tib yashashni bas qil, bunday qilma. Keyingi nasihat quyidagicha yangraydi. Va Alloh senga bergan narsa bilan oxiratni izlagin. Bu juda kuchli nasihat. Agar hozir biz nasihatning bu qismini ko'rib chiqsak, keyingi qismini keyingi safar ko'rib chiqamiz. Ular va Alloh senga bergan narsa bilan oxiratni izlagin dedi. Bu juda chuqur ma'noli so'zlar. Alloh senga bergan narsalar vositasida oxirat ortidan quv. Bu nimani bildirishi mumkin? Birinchisi, bu Alloh ba'zi narsalarni sizga mutlaq oson qilib qo'ygani va u bizga bergan narsalar bizga manfaat keltiradigan narsalar va biz uchun yaxshilik ekanligi. Va siz Alloh sizga bergan ne'matdan bahramand bo'layotganingizda mana shu ishingizning o'z-o'zidan ibodat hisoblanadi. Bizga berilgan va ruxsat etilgan narsalardan bahramand bo'lish va ushbu yaxshiliklar uchun Allohga shukr qilishning o'zi ibodatdir. Masalan, kimdir yaxshi, halol kasbga ega bo'lsa, hatto o'sha ishni bajargani ham ibodat hisoblanadi. O'sha ish orqali pul topsa, o'sha topgani ham u uchun ibodat bo'ladi. Do'konga borib o'sha pulga mahsulotlar sotib olsa, halol taom va liboslar,
Mana shu xarid ham unga nafaqat bu hayot, balki oxiratda ham unga manfaat keltiradi, chunki bu ham ibodat hisoblanadi. Chunki siz Alloh sizga bergan ne'matlar ichida bo'lasiz va har gal shunday qilganingizda siz o'zingizga nafaqat bu hayotda manfaat keltirasiz, balki oxiratingizni ham barpo qilayotgan bo'lasiz. Chunki siz ruxsat etilgan narsalar chegarasida qolyapsiz. Bunday holatda siz tomoningizdan sodir etilgan va bu hayotingizda sizga xursandchilik keltiradigan har bir ish bir paytning o'zida oxiratingizga ham bal qo'shib boradi. Shuning uchun nimaga endi shunday qilmaymiz? Nimaga endi joizlik chegarasida qola qolmaymiz? Shayton bizdan nima istaydi? Xuddi ota-bobolarimiz Odam ato va momo Havvo onamizdan xohlagan narsani xohlaydi. Ularning qarshisida mumkin bo'lgan daraxtlar ko'p edi, ammo shayton haqiqiy abadiy hayot beruvchi daraxt taqiqlangan daraxt ekaniga ularni ishontirdi. Ularning qarshisida millionlab ruxsat etilgan daraxtlar bor edi, ammo o'sha taqiqlangan daraxt boshqalarga qaraganda jozibadorroq ko'rindi. Shayton bizlarni nimaga vasvasa qiladi? Barcha mumkin narsalar qarshimizda ochiq shundoq turibdi. Uni qo'lga kiritish oson, biroq u taqiqlangan narsa siz uchun joziba kasb etishi yo'lida hamma narsaga tayyor. U taqiqdagi narsani sizning ko'z o'ngingizda go'yo chinakamiga baxtli bo'lishni istaysanmi, mana bunga intil degandek chiroyliroq qiladi. Qorunga maslahat shunday edi. Quloq sol, sening puling bor, imkoniyatlaring ham bor. Sen ularni bu hayotda va oxiratda manfaat keltiradigan ishlarga ishlat. To'g'ri va halol pul top. Molingni to'g'ri sarfla. Istayotgan har bir ishing uchun o'z vaqtingni to'g'ri taqsimla. Xohlagan har bir narsangning ruxsat berilgan yo'llari bor. Agar sen o'sha yo'llardan borsang, hayoting ham bu dunyoda ham oxiratda yaxshiliklarga to'la bo'ladi. Sen Alloh senga bergan narsalar vositasida oxiratni izla. Biroq agar siz ko'ngilxushlikdan ko'ngilxushlikka o'tib yashaydigan odamga shunday maslahat bersangiz, agar siz unga quloq sol, nimaga endi sen bu dunyo hayoti va oxiratingni bezaydigan ishlarni qilmasliging kerak desangiz, u nima, sen mening bu dunyoda xursandchilik qilmay qo'yishimni xohlayapsanmi deb javob beradi. Uning nazdida odam qanchalik dinga yaqinlashsa, uning bu dunyodagi hayoti shunchalar baxtsizlashadi. U, ana u yigit bezovta ko'rinyapti, menimcha u dinga yaqinlashgan bo'lsa kerak. Ana u mahzun kishilarga boq, ular juda dindor bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Sen dinga qanchalar yaqinlashsang, sening hayoting shunchalar baxtsizlashib boradi. Men erkin nafas olishni, ozod yashashni, ko'ngilxushliklar qilishni istayman. Axir yaxshi va quvnoq hayot kechirishni istash gunoh emas-ku. Alloh esa bunga javoban bu dunyodagi nasibangni ham unutma deydi. Boshqacha aytganda, Alloh go'yoki sen ruxsat berilgan chegara ichida qolishing kerak, ammo bu sening hayoting baxtsiz bo'lishini bildirmaydi. Bu sen hayotda muhim bir narsani o'tkazib yuborishingni anglatmaydi deyayotgandek. Ba'zi narsalar borki, Alloh siz bu dunyoda ulardan bahramand bo'lishingizni istaydi. Men buni ko'plab xutbalarda takrorlaganman. Hozir mana shu mavzu munosabati bilan men buni yana bir bor eslatib o'taman. Alloh yerni daraxtlar bilan yaratdi, ammo Alloh jannatda ham daraxtlar bino qildi, shunday emasmi? U bu yerda daryolar yaratdi, shuningdek jannatda ham daryolar qildi. U bu yerda mevalarni bor qildi, shuningdek jannatda ham mevalar yaratdi. U bu yerda ham juftlar qildi, jannatda ham. Bu yerda ham jannatda ham parranda go'shtini bor qildi. Bu yerda ham jannatda ham ajoyib ichimliklar yaratdi. Bu yerda ham jannatda ham saroylar barpo qildi. Alloh jannatda tasvirlagan barcha ne'matlar, palmalar, daryolar, salqin bog'lar, chiroyli juftlar, xizmatkorlar, bularning barchasi shu yerda ham bor, shunday emasmi? Agar siz buning ustida tafakkur yuritsangiz, anglaysizki, Alloh bu yerni jannatning anonsi qildi. Bizda hozir bor bo'lganlari jannatdagilarga hatto yaqin ham yo'l olmaydi, ammo hech bo'lmaganda bu bizda jannatda nima borligi haqida ozgina tasavvur hosil qiladi. Chunki agar biz daryo yoki daraxt qandayligini bilmaganimizda yo mazali ichimliklarni tatib ko'rmaganimizda, u holda jannat ichimliklari haqida eshitganimizda, u nima o'zi? Nimaga u meni qiziqtirish kerak degan bo'lar edik. Sharshara-yu palmalar nima o'zi? Biz bugun nimalarni ko'ryapmiz? Agar bir joyda ajoyib sharshara bo'lsa-yu, kimdir o'ziga tog' cho'qqisida o'sha sharshara ko'rinib turadigan qilib uy solsa, u holda u dunyodagi eng qimmat ko'chmas mulklardan biri bo'lardi. Nimaga? Chunki o'sha saroy va uning yonidagi sharsharaga qarab odamlar Alloh ularga jannatda nima va'da qilganini esga oladi.
Ular o'z-o'ziga, xuddi shunday uyim bo'lishini qanchalar xohlardim deydi. Tushunyapsizmi? Xullas, Alloh bu dunyoni keyingi hayotimizda bizni nima kutayotganining anonsi sifatida yaratdi. Shuning uchun Alloh bu dunyoda ruxsat bergan narsalardan bahramand bo'lish va rohatlanishga chaqirilganmiz. A'rof surasining 10-oyatida Alloh aytadi: "Qanchalar oz shukr qilasizlar a? Ammo shayton bizga nimani vasvasa qilishini bilasizmi? U bizga agar biz ruxsat berilgan chegara ichida qolsak, hayotda qandaydir muhim narsani o'tkazib yuborishimizni vasvasa qiladi. U bizga sen ko'prog'iga munosibsan, baxtli hayot kechirishni istaysanmi, chegaradan o't deb shivirlaydi. Mana u bizdan nimani istaydi? Alloh esa biz uning ruxsati chegarasida bo'lishimizni va o'z baxtimizni mana shu chegara ichida qidirishimizni xohlaydi. Va hamisha yodda tuting, Alloh hech qachon bizni yaratgani sababiyatini qo'ldan chiqarishimizga yo'l qo'ymaydi. Agar baxtsiz bo'lsak, qanday qilib shukr keltirishimiz mumkin? Biz u yoki bu ne'matdan bahramand bo'lganimizdagina shukr qilamiz. Shuning uchun Alloh o'sha ruxsat berilgan narsalarni bu hayotda va oxiratda rohat vositasi qildi. Alloh ruxsat berilgan narsalarni shunchaki tasvirlab bermadi, u uni toyyib deb atadi. Alloh aytadi: "Ey odamlar, yer yuzidagi narsalardan halol poklarni yenglar va shayton izidan ergashmanglar, chunki u sizlarga ochiq dushmandir." Baqara surasi 168-oyatda. Ruxsat berilgan narsalar halol va pok deb tasvirlanadi. Ya'ni u siz uchun halol pok va sizni nopok bo'lib qolishdan saqlaydi. Bu shuni bildiradiki, ruxsat berilmagan har bir narsa o'zida u yoki bu nopoklikni yashirgan. U sizga zarar qiladi, shuningdek sizning hayotingizga qandaydir kasallik, yomonlik, qo'shimcha muammolar keltiradi. Ruxsat berilmagan ishlar mening muammolarimni hal qilmaydi, aksincha u hammasini battar qiladi. Shayton mening hislarimni boshqarib, taqiqlangan narsalarni men uchun jozibali qilishga urinadi. Men o'sha qopqonga tushib, taqiqlangan narsa ortidan chopishni boshlaganimda, oldinda meni faqat baxtsizlik va og'riqlar kutib turgan bo'ladi. Men bu yo'l bilan hech qachon baxtiyor bo'la olmayman. Shayton meni qanchalik ustalik bilan aldamasin, men o'zimni qanchalik uzoq muddat aldab yashayman, farqi yo'q. Men hech qanaqasiga baxtga yeta olmayman. Bu dunyodagi nasibangni ham unutma. Keyingi xutbalarda ushbu so'zlar, shuningdek, va Alloh senga bergan narsa bilan oxiratni izlagin so'zlari haqida va oyatdagi shu qismning ikki tomoni haqida batafsilroq gaplashamiz. Ammo bugun men o'zimga va sizlarga bu hayot juda qisqaligini, u juda qisqa va shu vaqt mobaynida biz Alloh qarshisida ko'rsata oladigan nimagadir erisha olishimiz kerakligini eslatmoqchiman. Biz anchayin yuksak maqsadlar uchun yaratilganmiz. Biz yer yuziga muammolarimizdan chiqish yo'llarini topish uchungina kelmaganmiz. Biz buning uchun yaratilmaganmiz. Biz yer yuziga ancha yuksak maqsad uchun kelganmiz. Yaxshi amallar qilish uchun. Alloh bizga ko'plab yaxshi amallar qilish qobiliyatini bergan. Agar biz o'z imkoniyatimiz, o'z iqtidorimizni qandaydir yaxshilik uchun ishlatmasak, bor energiyamizni yer yuzida yaxshilik qilish uchun emas, o'zimizga yo'naltiraversak, u holda Alloh bizga yuklagan ulkan mas'uliyatni nazardan qochiramiz. Men Allohdan shuni anglab yetishimizni va o'zimizdan so'ng bu dunyoda qanday yaxshilik qoldira olishimizni ko'ra olishimizni so'rayman. Men qanday yaxshilik qila olaman? Mening fikrlarim qay darajada o'zimga va o'zim xohlaydigan, o'zim ehtiyoj sezayotgan narsalarga qaratilgan va mening qancha vaqtim, energiyam, harakatlarim ruxsat berilgan chegara ichida qolishimga va boshqalar uchun yaxshi ishlar qilishimga qanchalik qaratilgan? Boshqacha aytganda, yer yuzida yaxshilikni yoyish va odamlarga manfaat keltirishga. Shuning uchun men Allohga iltijo qilamanki, barchamiz boshqalarga manfaat keltiradigan odam bo'laylik. Shu bilan birga, siz millionlab odamlarga manfaat keltirishingiz shart emas. Yoningizda turgan birgina odamga manfaat keltirishingiz ham mumkin. Siz bolangizga, oilangiz a'zosiga manfaat keltirishingiz ham mumkin. Siz bolangizga, oilangiz a'zosiga manfaat keltirishingiz ham mumkin. Toki siz boshqalarga ozgina bo'lsa ham manfaat keltirarkansiz, hech bo'lmaganda bu hayotda faqat o'zingiz haqingizda o'ylamaysiz. Men Allohdan barchamizga shunday qobiliyat berishini so'rayman. Barakallohu li va lakum fil Qur'anil hakim va nafa'ani va iyyakum bil ayati va zikril hakim.